Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Toshkent oqshomi. Bugun 13-mart kuni mana Toshkent shahrida iftorlik qilib o'tiribmiz. 2 kundan buyon shu yerda mehmondamiz. Toshkentga kelsam har doim o'sha bir darbadar davrlarim esimga tushadi. Endi jamiyatga qo'shilib tanilgan davrlarim esimga tushadi. Lekin afsuski o'sha darbadar yurgan davrlarimizda o'sha ko'chalarda mana men bugun ataylab bordim, ancha o'zgarib ketgan. To'g'ri, taraqqiy etib ketgan demoqchiman. Lekin tomoshabinlar qanaqa fikrda bilmadim. 15 yil avvalgi odamlar yo'q Toshkentda bugun. 15 yil avvalgi odamlar yo'q. Odamlarda qandaydir bir agressivlik bor, odamlarda shoshish bor, odamlarda qanaqadir bir mehr kamayib ketganga o'xshaydi. Balki bu narsa butun dunyoda shunaqadir. Lekin Toshkentni kuzatganim uchun, diqqat bilan Toshkent haqida o'ylaganim uchun shu qarorga keldim-da. Aytmoqchimanki, mana bugun kelib Toshkentda o'zimcha o'yladimda bir paytlar mana shu Maksim Gorkida o'tiribman. Shu Maksim Gorkida Alayskiy bozorida bitta bolochka ishlab chiqaradigan sex bor edi. Shu sexga ishga kirganman. Sex egasi qo'limga katta patnosni berib, tvorogli bolochkalarni terib berardi, ustiga chiroyli marleni yopib berardi. Shunday ko'tarasandirdi. Aylanaverasan, kim sendan bolochka so'rasa, olib beraverasandirdi. Fartuk taqib olganman, qo'limga patnosni ushlab olganman. 50 ta 60 ta shirin kulcha toylar bor. Aylanib mana shu yergacha kelardim. Piyoda kelardim mana shu Alayskiydan-da. Mana shu Maksim Gorkiy atrofida odam ko'p bo'ladi deb. Shu yo'lma-yo'l avvalgi, hozir bilmadim, hozir ham shunaqa deyiladi, Prezidentskiy trassadirda, Hamid Olimjondan to Maksim Gorkiyni perikroskasigacha. Shu yergacha ko'tarib kelardim-da. Mana shu kechqurun soat 9larda ham 10 ta bolochkam qolgan bo'lsa, shu 10 ta bolochkani sotish haqida o'ylab shu yergacha kelardim. Avtobusda yurish uchun ham ba'zi paytda pulimiz bo'lmay qolardi. TTZda kvartirada turardik. O'sha kosmonavtlardan kerak bo'lsa, qishki kunida piyoda ketardik. Qor bo'lardi u paytda. Qorda uyga borib sapogimizni yetsak, oyoqlarimiz oq-yem bo'lib ketgan bo'lardi. Men rost aytaman, madikor ishlamaganman, chunki harakatim bor edi. Shunaqa savdo shoxobchalarga tezda ishga kirib olib, o'zimni misol uchun nafaqat kundalik, balki undan ham ortiq ko'proq pul topardim. Lekin baribir o'sha davrda yomon bo'lmagan. O'sha davrlar bizni o'qitgan hayot maktabida shu yo'l bilan tahsil olganmiz. Men bu videoda bu gaplar nimaga gapiryapman? Aytmoqchimanki, bugun qanaqadir bir o'zini boshqalardan ko'ra kamroq, moliyaviy tomondan sustroq, kuchsizroq his qilayotgan odamlar bordir. Boshqalarda oldida o'zini qanaqadir bir ojiz his qiladiganlar bordir. Lekin o'shanaqa yigitlarga, yoshlarga aytmoqchiman, ukalarimizga, erkak kishiga agar misolida gapiradigan bo'lsak, erkak kishiga omad har xil yoshda keladi-da. Misol uchun kimgadir 20 yoshda ota-onasining orqasidan kelsa, kimgadir 30 yoshda karyerasidan keladi. Menga esa bu 35 yoshdan keyin keldi. Bunaqangi qanaqasi bir omad deb, agar shuni omad deyish mumkin bo'lsa-da, mana hozir Xudoga shukr pulimiz ham bor, o'zimizga yetarli. Mana $30,000 mashina ham minib yuribmiz. Oilamiz bor, shirindan shakar farzandlarimiz bor. Kimgadir emas, juda ko'p odamga kerakman. Misol uchun mana Toshkentda o'tiribman, Farg'onadan juda ko'p odamlar, Toshkentda ham juda ko'p qadrdonlarim istayapti, xohlayapti, shu ko'rishaylik, bir gaplashaylik, ish bor edi, boshqa bor edi. Shunaqangi munosabatlar odamni baribir xursand qiladi. Mana bir do'stimiz o'tiribdi, bu do'stimiz ham o'sha 40 ga yaqinlashib qolgan radio boshlovchilardan. Bu yigitda ham o'sha gapirib beryapti, o'tmishidagi o'sha oddiylik, siniqlik, qiyin kunlar, o'sha demoqchimanki, o'sha
Narvon deydimi? Narvon pilla poyalaridan tepaga chiqquncha chekkan zahmatlar haqida gapirib beryapti. Men o'zimni ko'ryapman shu yerda. Mana hozir aytyapti, bugungi dolzarb mavzu O'zbekistonda Xitoylar mavzusi bo'lib ketdi. Biz mehmondo'st xalqmiz. Biz hamma millatga bag'rini ochgan, 70 dan oshiq millatga joy bergan, Ikkinchi jahon urushidan keyin juda ko'p millatni qabul qilgan millat hisoblanamiz. Endi Xitoylarning kirib kelishini sababi bugungi kunda ular ham o'ziga tashqi bozorlardan joy qidiryapti. O'zbekiston ularga jozibador ko'ringan bo'lsa, iloyim xayrli bo'lsin. Xitoylar kelib baribir bizni olib qo'yadi, yurtimizni bunaqa deyapti-yu. Bu haqda o'ylash mayli, har bitta o'zbek fuqarosini, vatan egasini mas'uliyatli vazifasidir. Haqqi bordir bunga. Lekin men shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, Xitoylar kelib bugun erta 10 yil, 20 yildan keyin bizni bosib ola olmaydi. Chunki biz ham shunga yarasha o'sha yillar davomida rivojlanamiz, bizni ham o'rnimiz bo'ladi jahon ayvonida. Mo'jda bo'lishi mumkin, bir 100 yillardan keyin Xitoylar sekin kirib kelishi mumkin. Hozir kirib kelayotganlar savdogarlar. Bugungi savdogarlar kamida bir 20 yil mehnat qilish kerak. 20 yil bu yerda musofir bo'lib mehnat qilish kerak. 20 yil millatning mehrini qozonish kerak, o'zini hunari bilan, o'zini narxi bilan, bozori bilan bizni xalqimizni qalbidan chuqur joy olish kerak. Bizni mehmondo'st xalqimiz ularni bag'riga keng ochib, bag'rini ochib kutib oladi. Keyin ular o'sha biz bilmagan asosiy o'sha maqsadiga erishishi mumkin. Buning uchun bizni farzandlarimiz ham bu kunlarni ko'rmaydi, keyingi avlod ko'rishi mumkin. Birar 100 yillardan keyin agar bugungi shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda gapirilayotgan ixtiroslar bilan gapirilayotgan Xitoylarda O'zbekistonni bosib oladi degan gapi agar to'g'ri bo'lsa, bu bugun erta bo'lmaydi. Bu kamida bir 100 yillardan keyin bo'ladi. Bo'lsa, agar ungacha biz ham yurtimiz taraqqiy etib, siyosiy tomondan ham, iqtisodiy tomondan ham rivojlanib ketib qolsa, O'zbekistonimiz birovning qo'liga o'tib ketadigan darajada davlat emas. Bizning ham o'zimizga yarasha tariximiz bor. Men faqat shu hukumat vakillaridan bir narsani iltimos qilgan bo'lardim. Mana bugungi kunda jadidlarimiz haqida juda ko'p to'xtalamiz. Mana radio boshlovchi do'stim ham bundan xabari bor. Abdulla Qodiriy jadidlarni umuman alohida o'rganish uchun jadidchilik markazlari tashkil etildi. Nimaga? Ular bir paytlar siyosiy qurbon bo'lganligi uchun, ularni shu olib borib konslagerlarda xarob qilib yuborganligi uchun bugun millat ularni xotirlayapti. Bugungi zamon qahramonlari bor. Ular hujjatsiz qahramonlar, nomsiz qahramonlar, olaylik blogerlar ular. Haqiqatan ham millatning ertasi uchun, millatni tashviq uchun kuyib yonib o'zini qanaqadir bir ko'rinmas yomon odamlarga nisbatan o'zini qanaqadir bir qurbon qilayotgan blogerlar deymizmi, jurnalistlar deymizmi, siyosatchilar deymizmi, har sohada vatanparvar insonlar bor-ku. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda eshitib qolyapmiz, falon bloger yoki jurnalist sudga tortildi, jazolandi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Men bir narsa aytaman, ertaga o'shalar 50 yildan keyin haqiqiy bugungi jadidlarga o'xshab tilga olinadi. Bugungi jadidlar, Abdulla Qodiriylar qanday eslanayotgan bo'lsa, bugungi zamon yoshlari orasidan chiqqan jurnalistlar, blogerlar shu vatanning taraqqiyoti uchun korrupsiyaga jon kuydirib kurashayotganlar, korrupsionerlarni ochiqdan ochiq aytib, ularning fitnasiga qurbon bo'lib, qamalib qolayotgan yoki vatanini o'zgartirishga majbur bo'lgan blogerlar ertaga vaqti kelib bugungi jadidlar kabi juda bir ehtiromda xotiralanadi. O'sha odamlar vatan uchun kurashganda, xalq uchun jonini jabborga berib, odamlarning nazdida yomon bir ayblovlar bilan yomonotlik qilib, ularni shunaqangi bir ayovsiz ustidan fitnalar yog'dirgandi degan bir gaplar bilan eslanadi-da bular hali. Mana hozir Yulduz Usmonova chiqyapti. Bundan 20 yil oldin men Guli bilan hech qanaqa muammoim bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Guli meni dugonam, prezidentimizga rahmat, baraka topsin deyapti-da, 20 yil o'tib bu odamning davrida biz juda qiynalgandik deyapti. Mana bizga endi erkinlik keldi deyapti. Bu odamni ayblamaslik kerak bu gapi uchun.
Shunga majbur bu ayol, shunday gapirishga majbur. Nafaqat shu Yulduz Usmonova, hamma shunga majbur. Hamma shunga majbur. Chunki bizda shunaqangi manipulyatsiya deydimi, shunaqa narsalar borda. Bugun shu haqida gapiramiz degan gaplar bor. Bugungi mavzu shu haq bo'ladi. Bugungi davr shuni talab qilyapti-da. Shuning uchun mayli bir kun kelib zamonlar ham yaxshi bo'lib ketar. Mana kecha prezident korrupsiyani tag tomiri bilan yo'q qilish haqida yana bitta yig'ilish o'tkazib, xalq deputatlarini shu ishga mas'ul qildi, kurashish yo'lida. Prezidentimiz ham o'zi uzoqda ko'radigan odam. 15 yildan ortiq mamlakatda mustaqil O'zbekistonda oyoqqa turishida juda ko'p xizmatlari bilan tan olishimiz kerak bu narsani. Bu odamlar uxlamagan 15 yilda. Mayli kim uchundir bu odam hozir noqulay siyosatchidir. Kim uchundir juda qulay odamdir. Shaxsan men uchun bu odam. Bu odamda emassa bugun muammolar. Bu odam hamma yo'lni qilib beryapti. Prezident hamma imkoniyatlarni yaratib beryapti. Lekin ko'rinmas odamlar bor-da. Uni aksini qiladigan odamlar bor. Poytaxtda bor, viloyatlarda bor, tumanlarda bor. Shuning uchun biz yoshlar hech qachon ana shunday odamlarni kasriga, fitnaga uchib qolmasligimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda bo'lar emas gaplarga, da'vatlarga. Mana hozir ijtimoiy tarmoqda 5 ta video chiqsa, 2 tasi chet eldan turib chiqish kerak o'zi ko'chaga deyapti. Chiqinglar deyapti. Nimaga chiqmayapsizlar deyapti. Avvalgi hukumat emas hozir qo'rqoq bilan hammasi qochib ketadi chiqsanglar deyapti. Kreditlaringdan qutulasizlar deyapti. Qarzlaringdan qutulasizlar deyapti. Hayot boshqacha bo'ladi deyapti. Bolalarimiz ta'lim oladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Fitnada bu. Siz bilan meni ko'chaga olib chiqmoqchi. Ukraina nima bo'lgan shuni orqasidan? Mana qaytib bo'lmadi, shu maydonlarda tashkil qildi, chiqdi. Buzilib ketdi hayoti. Mana hozir o'sha Rossiya bilan urushgacha bordi. Shuni aytib qo'yay. Chet elda turib gapirayotgan odam bugun aytganini qildirsa agar, chiqsa ko'chaga, bu mamlakat ojizlanib qoladi. Ko'p narsa yo'qotadi. To'g'ri, xalq ummondir, xalq dengizdir degan gap bor. Xalq chiqsa bo'ladi, yomon bo'ladi. Lekin bizga ham yomon bo'ladi. Keyin ojiz qolgan millat, chorasiz qolgan davlatni tashqaridan kemiradiganlar, yulib oladiganlar, o'laksaxo'rlar ko'payib ketadi. Keyin bizning ham vatanimizga har teshikdan kuchli shunaqangi bir guruhlar kirib kelib, odamlarni firqaga bo'lib, bir-biriga dushman qilib tashlaydi. Shu narsani tushunishimiz kerak biz. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda aytilayotgan agitatsiyalarga e'tibor bermasligimiz kerak. Eshitishimiz kerak. Chunki yomonni ham kimligini bilishimiz kerak-ku. Kimga quloq solishni ham bilishimiz kerak, to'g'rimi? Shuning uchun mayli kimgadir O'zbekiston noqulay bo'layotgan bo'lsa, balki u joyini o'zgartirish kerakdir. Yashash manzilni o'zgartirish kerakdir. Chunki hadis-i shariflarda shunday gap bor, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlarki, qayerda siz uchun hayot yaxshi bo'lsa, qulay bo'lsa, o'sha yerda yashang deganlar. Tushundingizmi? O'sha yerda yashang deganlar. Bo'ldi, o'sha yerda yashasin. Misol uchun menga shu videoni olayotgan operatorimga, "Ammo sizga hayot hozircha bizda shu yerda yaxshi. Bizning qonimiz to'yapti, ustimiz but. Hech kim kelib bizning qo'limizga kishan solmayapti. Nima deyapsan sen?" demayapti. Qaytanga hatto tanqidiy bir lavha qilib chiqsak, ijtimoiy tarmoqda telefon qilib rahmat aytyapti. Kutilmagan odamlar rahmat aytyapti. Mana men misol uchun Turkiyadaligimda partiyalarda o'zi xalq bilan yaqin bo'lishi uchun nimalar qilish kerakligini tavsiyasini qilgan edim, video. Menga bitta partiyani respublikadagi o'sha glavniy ofisidan telefon qilib, menga rahmat etdi. Menga rahmat etdi. Garchi siz aytayotgan narsangiz bugun amalga oshmasligi mumkin, lekin biz buni dasturga qo'ydik deyapti. Biz buning uchun komandaga yig'ib olishimiz kerak deyapti. Bu 1 yil, 2 yil. Nima ishlar qilishimiz oldin koordinatalarimizni aniqlab o'rganib olishimiz kerak ekan, o'sha ishlarni shu aytganingizdek qilishimiz kerak deyapti. Bittasi menga telefon qilib, "Bekor shu gapni gapirish, siyosatga aralashmang hozir. Siyosatga aralashganlar ko'ryapsiz, nima bo'lyapti" deydi. "Yo, kechirasiz, bu siyosatga aralashish emas. Prezidentimiz aytayapti, yoshlar, hozir kallalaringni ishlatinglar, aqlinglarni ishlatinglar. Ilmga intilganing ilming bilan qatnash. G'oyang boring, g'oyang bilan qatnash. San'atkoring vatan haqida qo'shiq aytib, odamlarni qanaqadir bir ko'ngliga, uyiga, oilasiga, vataniga bo'lgan muhabbatini oshir" deyapti. Vatanparvarlik tuyg'usi. Bu
Vatanparvar degan so'z sehrli so'z emas. Juda zarur narsa bu. Vatanparvar bo'lmagan odam dayus erkakka o'xshaydi. Mana Xitoyda Toshkent bosib ketdi. Xitoyliklar Toshkentni bosib ketdi deyapti. Mana hozir biz iftorlik qildik. 70 dan oshiq musulmon shu yerda o'tirib iftorlik qildik. O'rtada 6 ta Xitoy aroqchi o'tiribdi. Bitta musulmon kelib turib, birodar, bizni Ramazon oyi, shuni hurmat qilgin, shu arog'ingda boshqa kabinaga kirib ichgin demayapti shu narsani. Nima bu? Vatanparvarlik emas-da bu. Vatanparvari yo'q odam dayus hisoblanadi. Mana yerda xotinini misol uchun 70 ta odam ichida o'ynatib qo'ygan bilan barobar bo'lyapti. Hozir arabchaga o'ynayvering, sizga bo'laveradi. Bayram-ku bugun. Degandaqa gap bo'lyapti. Dast turibdi. Misol uchun endi mani kafeim bo'lganda men kelardim. Mehmonlar, hurmatlilar cheksiz. Agar sizlar shuni ichadigan bo'lsanglar, marhamatda xona bor, o'sha kirib ichinglar. Bizda Ramazon oyi, aroq ichish mumkin emas. Ko'pchilikka erish tuyuladi. Sizlar o'tirishlaring ko'pchilikka yoqmaydi. Narigi xonaga o'tib olinglar desa bo'ladi. U tugul hech kim aytmayapti. Ijtimoiy tarmoqda Xitoy keldi, bu bo'ldi, bu bo'ldi, xitoyliklar yo'qolsin deguncha, mana shunaqa paytda chiroyli gapirish kerak ularga. Mister Changchun bizda shunaqa shu narsa hozir mumkin emas bizda. Davay alohida xonaga kirib ichkin shuni desa, o'shalar ham madaniyatli, hech bo'lmasa qo'rqadi chet elda. Bu bizning davlat emas, nima bo'lsa ham talpa bo'lib ketmaylik deydi, mayli deydi, yig'ishtirib qo'yadi yoki boshqa xonaga kirib ketadi, to'g'rimi? Vatanparvarlik mana shunday paytdan boshlanadi. Bugun kelib Ramazonning qoq o'rtasida iftorlik qilayotgan 70 ta o'zbekning ichida 6 ta Xitoy katta aroqni ochib olib ichib o'tirganiga hech kim indamayaptimi? Bu odamlar ijtimoiy tarmoqda na siyosatda, na vatanda, na prezidentda, na boshqani muhokama qilishga haqqi ham yo'q-da. Haqqi yo'q. Vatanparvarlar bugun ijtimoiy tarmoqda hammasi. Misol uchun hozir mana shu gapimizga ham kimdir e'tiroz bildirishi mumkin, shalaqlatib so'kishi mumkin. Lopma-lop kelib qolsa, zo'r gapni gapirgansiz deydi. Hech qachon haligi bir lopimdan chiqib qolib ham noto'g'ri gapni gapirding deya olmaydi. Chunki buning uchun duh yo'q odamda. Buning uchun duh yo'q. Nima sani do'sting kam deydi menga. O'zi hozir hammani do'sti kam, lekin meni do'stim ancha yillar oldin kamayib ketgan. Nimaga? Men tilim yomon. To'g'risini aytib qo'yaman bu yerga. Shuning uchun meni xushlamaydi. Meni xushlamaydi. To'g'ri gap. Men shu videoni ushlab turgan bolani ham bir kunda 3 marta so'kaman. Meni foydamga emas, o'zini foydasiga yo'l ko'rsatib so'kaman. Bir marta yaxshi gapiraman, ikkinchi marta qattiqroq gapiraman, uchinchi marta so'kaman. Indamaydi. Yo bo'ladi yoki bo'lmaydi. Men gapirib qo'ydim. Ana hozir sizga shu haqda boy aytsam, akamda so'kadi, haqqi bor deyapti. Vaholanki buni ham 5 ta bolasi bor. 5 ta bolasi bor buni ham. Buni o'zini aqli bo'lish kerak. Lekin biz kimgadir muhtojmiz hamisha. Men ham kimgadir muhtojman. Gapiraverganim uchun atrofimda do'stim yo'q. Oyna, misol uchun odam qaraganda oynaga qarab o'zidan qandaydir xavotirga tushadi. Qarayapman, sochni davrlarim o'tayapti. Deb qo'yamiz-ku, oynani yomon ko'ramiz. Aslida o'zimizni yomon ko'rayotgan bo'lamiz. Bugun haqiqatni gapirib do'stiga oyna bo'lgan odamlar nafratga uchrayapti-da. Lekin bratan siz zo'rsiz, bor 50 tani olaylik aka turib 50 tasini ichirib olgandan keyin boringizni ichirib olayotgan odamlardan Xudo saqlasin. Shunaqa odamlar bor, puli ko'p o'zi, lekin xotinini yaxshi ko'rib qolganligi uchun ichirib o'sha xotini bilan svidaniya qilib olayotgan dayuslar bor. Bor jamiyatimizda shunaqa odamlar. Yo'qmi? Bor. Do'sti bilan, do'stini qizi bilan yuradigan odamlar bor. Bugun do'sti bilan birga iftorlik qiladi, ertangi kuni qizi bilan birga o'tiradi. Vatanparvarlik bu haligi zapadlo ish emas. Vatanparvar bo'lmasak dayus bo'lamiz, ishoning. Bugun vatanni himoya qila olmagan odam oilasini ham himoya qila olmaydi. To'g'rimi? Men shularni bugun gapirib qo'ymoqchi edim. Biz 5 yil oldin bitta jumla trendga chiqqan edi, prezident komandasi degan. Nima desadir, bir prezident, bir man bor. Qolganlarga ishonmayman men. Qolganlar hammasi vatanni sotib olishi mumkin. Sizning azizda bir prezident bor, bir siz bor. Qolganlarga ishonmaysiz. Hammasi vatanni sotib olishi mumkin. Jumladan men ham sizning azizda. Hammaning o'zini bir meni bor, bir do'sti bor. Meni do'stim xohlaymanmi, yo'qmi, mamlakatning rahbari. Shu odam nimasi shu bo'ladi. Shu odam ham bekardan bekarga xitoyliklarga darvozani keng ochib bergan yo'q.
Tushunyapsizmi? Singapur xitoyliklarda hisobiga rivojlangan. Singapur xitoyliklarda hisobiga rivojlangan davlat. Bir paytlar xitoyliklarda avtonom bozori bo'lgan edilar. O'sha birinchi prezident kelib xitoyliklarni saralab haligi chaqa-chuqasini yo'qotib, bo'ladiganini olib qolib, Singapurlashtirgan o'shalarni fuqaroga aylantirganda, shularda hisobiga, shularda puli bilan rivojlangan. Agar bizda ham shu xitoylarga to'g'ri qanaqadir madaniyatimizni ham o'rgatdi. Nimaga ruslar rus tilini bilmasa kelmasin o'zbeklar deyapti. Rus tarixini bilmasa ishlash uchun ruxsatnoma bermaymiz deyapti. Biz ham ertaga shunaqa qilamiz xitoylarga. Ular ham keyin iftorlikda aroq ichmaydigan bo'lib qoladi ular ham. Kerak bo'lsa roza tutadi ular ham. Bizga yaxshi ko'rinish uchun. Lekin shuni bilib olsin. Xitoy tilini biladigan birorta foydalanuvchi bo'lsa, mana shu joyimni kesib olib, xitoy tiliga tarjima qilib, akkauntlarida tarqatib yuborsin. O'zbeklar mehmondo'st, bag'ri keng, bag'ri ochiq odam. Hech kimni ko'ksidan itarmaydigan millat. Xitoylar kirib kelayotganimizga bu millat indamayapti deb xomtama bo'lmasin. Biz bag'ri keng odamlarmiz, nonini bo'lishib yegan millatmiz. Urush davrida, hozir ham xuddi shunaqa. Bitta nonini bo'lishib yeya olamiz. Xitoy bo'lsin, nemis bo'lsin, ispan bo'lsin, kelsa bag'rimiz ochiq. Kelsin, tijoratini qilsin, xalqqa manfaatini tegsin, bozorlarimiz to'kin sochin bo'lsin, arzonchilik bo'lsin, rivojlanaylik, ulardan o'rganaylik, o'g'irlaylik, chiqaylik biz ham dunyoga. Lekin ular bir kun kelib, mana shu yerda biz o'zimizniki qolamiz, tarixiy bizning yerlarimiz degan xomtama bo'lmasin. U tarix ketdi u. Tarix ketdi. Agar tarix bilan hisoblashadigan bo'lsak, bu yog'i Turkiyani bursasidan boshlab, bu yog'i Mongoliyagacha bizniki bo'lish kerak. Rossiya ham bizniki bo'lish kerak. Amir Temur davrida. Eron ham bizniki bo'lish kerak. Shuning uchun ular tarjima qiling, kimgadir kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa. Biz hech qachon yurtimizni misol uchun boshqa birovga qo'shqo'llab topshirib, qornimiz to'ydiga yashaydigan millat emasmiz, kechagi millat emasmiz. Kechagi millat bizdan kuchli bo'lgan. Biz yana ham kuchliroq millatmiz. Endi Xitoylar kelsin, tirikchiligini qilsin, gastrobayter bo'lib ishlasin. Mayli, biznesga agar pullari bo'lsa aytsin, biz biznes loyihalarimiz bor, shundan birgalikda qilaylik, lekin 5 oyda bir marta borib xotinini ko'rib kelib tursin. Lekin bu yerda xomtama bo'lmasin. Betlarni egallab olamiz. Chunki Amir Temur bobomiz ruhi hurmati, shu yurtga mustaqillik olib kelgan Islom bobomiz ruhi hurmati, bugun O'zbekistonga kelajakka yaxshi bo'lib qolar, shu millatga yaxshi bo'lar, dunyo jahon bozorida o'rnimiz bo'lar degan maqsadda shu chet el investorlarga bag'rini keng ochayotgan prezidentimizning haqqi hurmati biz bu vatanni hech kimga berib qo'ymaymiz inshaalloh. To'g'rida vatanni berib qo'ysa qayerga boramiz? Qayerga boramiz biz o'ylang. Qayerga boramiz? Qozog'istonga borib yashaymizmi? Bizni Xitoylar yerimizni olib qo'ydi deb bizni ko'ksimizdan itaradi ular. Tojikiston ham itaradi, bizda shunda yetarli o'zi joyimiz. O'zimiz bir oyoqda turibmiz deydi. To'g'rimi? Shuning uchun u chiroyli gaplar emas bu. Tish tirnog'ingiz bilan qarshi turing, lekin tabassum bilan, yaponlarga o'xshab. Tabassum bilan rivojlanaylik. Xitoylarga nonni 3 ga bo'lib, 1 bo'lagini beraylik, 2 bo'lagini emas. Ular tushunsin shu narsani. Bu millat pishiq ekan desin. Bu millatni hech qachon ola olmaymiz, yerlarga egalik qila olmaymiz. Bu millatni faqat bozorida ishtirok etishimiz mumkin degan fikr qolsa bo'ldi. Boshqa hech qanday masalaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zi prezident administratsiyasida yoshlarni ongini rivojlantiradigan bizga o'xshagan odamlar kerak, orator odamlar kerak-ku, lekin bilmayman, biz yo'qmiz aytdi. Biz yo'qmiz. Bizga o'xshagan orator odamlar kerak. Sof, sodda tushuntiradigan odamlar kerak. Mana shu videoni ko'rgan aqli bor odam motivatsiya oladi shu narsadan. Tushunib yetadi, vatanparvarlik, bu vatanparvar bo'lmasak dayuz bo'lar ekanmiz degan narsani tushunib yetsin. Tushuninglar, vatanparvar deganda, vatanparvar demaslik kerak. Vatanparvar degani quloq degani emas, sotqin degani emas, qo'shinni sotish degani emas, jinoyatchilarni haqida xabar berish degani emas. U stukachlik bo'lar, u mayli. Vatanparvar u boshqa narsa. Vatanparvar chet eldan kelib Ramazon oyida 70 ta musulmonni ichida o'rtada aroq ichib o'tirganda, "Yo birodar, Ramazonni hurmat qilgin, bizni hurmat qilmasang ham bor, boshqa joyda ich, naroqda ich" deyishlik vatanparvar. Agar biz shunday qila olmasak, ertaga ular uyimizgacha kirib boradi. Uyimizgacha kirib boradi. Agar Ip Menni filmini ko'ringlar mana. Xitoyliklarning o'zini boshiga tushgan yaponlar bostirib kirganda,
xotinlarigacha olib ketib qo'ygan. Anaqa konslager rahbari sani xotiningni yaxshi ko'rib qolibdi deb qo'llaridan tortib olib ketgan ayollar hech narsa qila olmagan. Ko'mirkonda ishlab yuravergan shilaverab erkaklari. O'sha kinoda ipmen qahramon qilib ko'rsatilgan. O'sha Yapon hukumatini ofitserlarini urib ringda sochib tashlaydi-yu. Bizga ipmenlar kerak bugun. Faqat o'zbekcha ipmenlar kerak. Yoki boshqacha aytganda o'zimizni Pahlavon Mahmudlar kerak. Yana Bdan ketadigan bordi. Qo'shiqlar ham chiqdi-yu. Mangu berdilar kerak bugun. Shunaqa. O'zbekistonga Amir Temur kerak. Manguberdi kerak, Pahlavon Mahmudlar kerak, Abdulla Oripovdek shoirlar kerak, Said Ahmaddek yozuvchilar kerak, Shavkatlar kerak, Islomlar kerak, Xayrullolar kerak. Tushundingizmi? Ana shunaqa. Qolgani bir tiyin, hammasi bugun bor, ertaga yo'q. Amali uchun, qonni uchun yashayotgan odam ham ko'p, to'g'risini tan olaylik. Agar bu gaplarim uchun kimdir mendan hisob so'rab shu bahona yo'q qilsa, 50 yildan keyin tuproqlar ostidan suyaklarimizni olib, mana shu odam vatan uchun yashagan odamlarni bizni adabiy kitoblarga suyaklarimiz orqali rasmlarimizni sun'iy intellektda chizib ko'rsatishadi. Agar bizni suratlarimizni ham o'chirib yuborsa. Ishonamanki bunday qilmaydi. Ishonamanki bu videodan keyin kerakli odam meni qanaqadir bir oratorlik kasbini beradi menga. Mamlakatning eng yuqori bo'g'inidan beradi. Joydi. Sani fikring, o'zing kimliging vashi qiziq emas. Sani fikring kerak bugungi yoshlarga davay deydi menga. Men mana bugungi kunda onalar kuni degan konsert dasturi bilan yuribman. Har konsert dasturida onalarga 500 talab onalarga aytyapman, kelalaringizni ehtiyot qiling. O'g'illaringiz bilan kelalaringiz urushib qolsa yarashtiring, ularni o'rtasiga kirasini sepmang. Oilalarni mustahkam qilaylik. Bizga yetim bolalar qancha ko'p bo'lsa, muammomiz shuncha ko'p bo'ladi. Qancha beva ayol ko'p bo'lsa, shuncha falakatimiz ham ko'p bo'ladi. Qancha beva erkak ko'p bo'lsa, so'qqa bosh erkak ko'p bo'lsa, shuncha jinoyatchilik ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun sizlar hozir keliningiz ayb bo'lsa ham keliningizni yonini olib, o'g'lingizni urishib yashating ularni. Ajratmang, yashatuvchi bo'ling deyapmiz, qarsaklar bilan kutib olyapmiz gaplarimizni. Shuning uchun biz onalar kuni qilyapmiz. Kerak bo'lsa bitta dasturimizdan 10 millionlab ziyon ko'ryapmiz. Lekin shu ishimizni qilyapmiz. Biridan 5 million foyda qilsak, biridan 10 million so'm ziyon qilyapmiz. Lekin shu gaplarimizni gapiryapmiz. Shuncha odamni yig'ib olishda o'zi bormi? Aldab chaqirib shu gaplarimizni gapiryapmiz. Bo'ldi, ko'p gapirib yubordim.